Tak tak tak. Kim taqilatyapti? Salom Roziqul. O'zingga ham salom. Nega chiqmaysan? Ming marta taqilladim seni eshigingni. Bo'pti, kechirasan, bir uxlab qolibman-da. O'qichi. Kallangga og'zim xullas. Tezroq yur. Ko'chada salyut otishyapti. Yo'q, qani salyut? Qani? Ana. Tuppoy bu bulut-ku. Hazil. 15-may. 1-aprel bilan. Qanaqa 1-aprel bugun? 24-avgust. Urolmasang-chi. Men qayerdan bilay? Sen tuppoymisan? Yo'q, tuppoy emasman. Nimasi unda? Men chupakamraman. Billa, sen ko'tsan bo'pti, uxla. Bor yo'qol uyingga mening. Shundayam uyg'otadimi odamni? Tak tak tak. Muncha taqila turadi. Muncha taqila turasan, Roziqul. Senga nima? Ko'tmisan bu senga? Jonimga tegding. Tug'ilgan kuning bilan. Talpa yo'q. Uxlab turdik. Bugun 25-avgust. Mening tug'ilgan kunim esa 8-noyabr. Bo'pti. Muncha urasan. Ko'tmisan? Sen tuppoy bo'lib qolmaganmisan? Jonga tegding urib. Sen ham eshigimni taqillaturib, jonga tegding urib. Gapni qaytaruvchi. Sen chigirtkasan, tushunyapsanmi? Sen chigirtka. Chigirtkalar ham chigirtka. Shoir bo'lib ketay. Mayli, men hozir kelaman, chichib kelay. O'la chichqoq. Qani nima qilarkin? Qo'ylaylikchi. Uyatamasmi, amaki? Uyatamasmi? Yoshingizga qarang. Nega chichib o'tirganini oldimga kelib olgansiz? Axir men chichyapman-ku. Bo'pti, kechirasan. Xullas. 1000 yil orqaga qaytmoqchiman. Shunday uskuna yasadim. 1000 yil orqaga qaytish? 1000 yil orqaga qaytish emas. Mening tug'ilgan yilimga qaytish. Tug'ilgan yiling, kuning yo'talmay o'lar. O'zing o'lib ket. Bo'pti. Unda uskunaga men ham kiraychi bir. O'zing uskunani yasab qayoqqa ketyapsan? Kir tezroq. Mana kiryapman. Meni boshim aylanyapti. Meni ham boshim aylanyapti. Bolalar tug'ildi. Ismini nima qo'yamiz? Ismini biz Roziqul qo'yamiz. To'g'rimi? Xotin. Dadasi. Yo'q. Ismini biz Max qo'yamiz. Menga o'xshab botir bo'ladi. Tushunyapsanmi? Xotin. Yo'q, ismini biz Roziqul qo'yamiz. Max. Roziqul. Max. Roziqul. Max. Roziqul. Ikkalangga qisib o'tiring. Bo'ldi, o'zim qo'yaman. Men senlarni bolalaringni ismini Ro'zimurod qilib qo'yaman. Nima? Ro'zimurod? Ro'zimurod lekin yaxshi ism lekin. Yaxshi ism bo'ladi Ro'zimurod. Bo'ldi, Ro'zimurod qo'yamiz ismini. Mayli, Ro'zimurod qo'yamiz ismini. Bizga hech narsa qilmadik.
Ro'ziqul, seni isming Ro'zimurod bo'lib qoldi. Bugundan boshlab meni ismimni Ro'ziqul qilma deb atama. Mening ismim endi Ro'zimurod. Biz yoshligimga qaytdik. Va mening ismimni qanaqadir odam qo'ydi dadam va onam o'rniga. Qandaysiga? Men kelajak tarixni ko'rmadim. Men kelajakda bula 30 yil qolib ketdim u yerda. Men esa atiga 8 soat. 8 soat deganda chichi bo'ldim. Chiqoq. Brat, sabzi sotasizmi? Yo'q, sabzi olamiz. Sen chigirtkasan ikkalaga. Mendan o'rgandingmi sen? Sen mendan o'rgandingmi? Oshtamni nega uryapsan, ha? Habibullo, nega uryapsan meni oshtamni? O'zimga uraman lekin. Mana. Qochib tur, mana qo'yay mana uni. Nega olding qo'y joyiga? Bo'ldi. Endi mening ismim Ro'zimurod. Yaxshi. Xullas, obunachilar, bizning video. To'xta. Hammaga xayr obunachilar. Bugundan boshlab mening ismim Ro'zimuroddir. Hamma yer obunachilar, sizlar bilan Habibullo va Ro'zimurodjon bo'ldi. Ya'ni Ro'zimurodbek yoki Ro'zimurodjonmi sening isming? Mening ismim Ro'zimurod. Joyga tegarkansan-da sen ham,